Assalomu alaykum Oyatullo o'z YouTube kanalining hurmatli kuzatuvchilari. Bugun xudo xolasa eski bozorga chiqqanmiz. Hafta kuniga xudo xolasa chorshanba kuni yomg'irlar ham yog'yapti. Xudo xolasa bugun sizlarga ishlatadigan mebel narxlarini bir tanishtirib o'tamiz. Ko'rib turibsizlar, bugun ham xudo xolasa assortimentlar zo'r ekan. Chiroyli narxlarda beramiz deyishyapti. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Har xil narsalarda chiqibdi. Ugal mebellar, spalnilar, shkaflar, oshxona mebellar xudo xolasa har xil narsalardan chiqibdi. Videoni oxirigacha ko'rib turib, bittadan like bosib qo'yasiz. Oyatullo o'z kanalining nomini masalan chiroyli narxlarda qilib bersa, akamiz to'liq ma'lumot berib o'tsa. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka? Yaxshimisiz? Ishlar bo'lyaptimi aka? Yursiz. Assortimentlar ko'p. Uchastka ko'xinlar qo'yuvdilar, sotilib ketdi shusi ham. Ba'zan shandilarimizda ketdi, stenchalar sotilib ketdi. Yangilar olib kelib berding, xudo xohlasa qo'ldan kelsa. Zo'rlari chiqibdi. Jami yangilar keldi. Va Spaniyada tanishib o'tgan safargi bu. Mana undan a? Ha, Spanning ikkita tumshasi bor yonida. Matras radni o'ziniki mana. Taylar splashning yerida turadi, ayog'i splashni. Shu tumshcha mana shkafi bor. Shkafi mana shu antresollari addini chiqadi, ajraydi. Tiniq ekan, lekin yangi desasiz, ammo rossiyskiy narsa, Belarusyaniki deydi, hamma yo'g'oradi mana. Ichlari ham yangidi. Zo'r. Bitta joyda ayib yo'q mana ichlar. Polkasi ham ko'p ekanda. Ichlar. Zo'r. Deyapsizmi edi? Mana shu shkaf, spanni, ikkita tumbichka, shu ikkovsini ham shu komplektni 2,5 million qilib beramiz. Tumbichkalarni ham o'zini rangiga mos. Tumbichkalar zavodskiy yomg'irli uchun deb turadi. Aha. Mana. Joyiga tushadi. Joyiga tushadi, tekis turadi, zo'r. Simlari ham tekis turadi, chiroyli turadi. Zavodskiy narsa. Ham matrasi cho'kmaydi, netmaydi, yaxshisidan. Eng toza matras. Mana taylari ham. Cho'tki. Uni razmerlari nechiga necha bo'ladi endi? Buni razmeri uzuni past 2 metr bo'ladi, 1.95 bo'ladi. Eniga 1,5 1.60 bo'ladi. 1.60. 1.60 ga uzuni 1.95. Deyapsizmi? Zo'r. Shkaf ham o'ziniki mana. Shkaf ham radni. Radni hamma yo'q. Bizlar shuni olib kelib maqildi xolos. Matrasni ham qimmat terib edi. Changlar artib edi xolos. O'sha holat turibdi. 2,5 million shu turishi. Zo'r. Orqasidagi chakam? Bu cho'xini bu razmer 2.40, bo'yi 2 metr, material ajrel deydi yaxshisidan. Kechirimli nimalari ham vakuumli, o'z tortib oladigandan. Bu narxini 2,5 million vodiy bilan dastakamiz bepul. 2,5 millionga 2,5 million vodiy ishlashaveramiz. Matay ham ajrel. Salafanlar ham olaman. Salafan olaman. Tepasini ham xuddi shunaqa qilib bering desa, ilojisi bormi, rasmsiz qilib? Bor. Ertalab nima qiladi? Jaket maqilib sotib olibmiz. Bir xildan ham mochili svetdan qilib beramiz. Unisini ham farqi yo'q-a? Bir xildan qilib beramiz. Taydi bo'lib mashinasi, mana shu bir xildan qilib beraveradi. Kimgadir hali rasmligi yoqadi, kimgadir rasmsiz, kimgadir oddiyrog'i yoqadi, hammani didiga qarab. Yoz 170lik, 180lik ham bo'ladi, bir kunda shunaqa tayyor. Videolarda chiqadi. 170, 180lik ham qilib beraveramiz. Keyingi videolarda ko'rsatamiz. Keyingi videoda ko'rsatib o'tamiz. Buni vodiy tashlab beraverasiz. Vodiy 2,5 million. Vodiy 2,5 millionga tashlab beraverasiz. Mo'yka qo'shsiz 200 ming qo'shiladi. 200 ming qo'shiladi. Mo'yka 200 ming qo'shiladi. O'ng taraf, chap taraf joylari mosini o'rnatib beramiz. O'ng taraf, chap taraf. O'zi mo'yka olaman desa, uni ochib berishimiz bepul. Mo'ykasini o'rnini. Mo'yka endi yumalag'idan tushadi. Simsiz bo'lmaydi unda. Simsiz bo'lmaydi. Kanaljasi ketib shilankasi bo'ladi, simsiz olishsa bo'ldi. Ha, orqasidan chiqarib beriladi. Orqa tayyor. Shilankalar bo'ladi, simsiz olib ulashsa bo'ldi. Tayyor bo'ladi. Chotki. Bunisi? Bu ijaloga o'tamiz. Ijalo sasniyasi tiniq yangidi. Stol yo'q edi, men stol qo'shib berdim. 550 ming stol qo'shib berdik. Kreslosi bor deydi mana. Bu mosga olish, kreslo. Bu spanni ham bo'ladi. Bu haqiqiy Toshkentniki. Men video ko'rsatib o'tkazsangiz, hali hamma yo'g'i kechalik deydi, zavodskiy narsa. O'ziniki narsasiga turibdi. Bu zavodskiy, fabrichniy mebel. Hamma yo'g'i radni ekan. Mana tay sondiqchalari bor, narsa qo'yilgan. Narsalar kirketaverar ekan. Keyin mana xona ham o'ziga rosa tushibdi. Bu o'sha videoda qo'yilgan. Bu stoli xona ham bo'ladi. Ikkita qilib ishlatsa bo'lar ekan. Stolni ko'tarib video Ispaniya olishni ko'rsatamiz. Stol ham o'zi og'irgindek. Ispaniya bo'lsa, katta Ispaniya bo'ladi. Buni ko'tar. Joyimizcha chatar. Joycha kichkinalik qilyapti, to'g'ri tushunasiz. Taylari ham taxta bo'ladi mana. Zo'r. Uzuni 2 metrdan oshiq bo'ladi mana shu turishi mana. Eni ham milliy bo'ladi. Ispaniya ishlatishmagan ekan, tiniq tursa. Yumshoq ekan, hozirmi? Tushiradi mana. O'zi hali ishlatilgan bilan mana ishlatilmagan farqi bor, bilinib turadi. Mana. Bor yo'qligi bilinmaydi. Hay, sondig'i bor mana. Ispaniya olgan holatni ko'rsatdik. Bu kreslosi. Keyin buni yonida bunaqa pastavkasi ham bor. Narsa qo'yadigan, narsa. Ha, hali ichiga chiqarilgan ekan-da. Ichiga chiqarilgan, pastavkasi ham bor. Zo'r. Buni narxini stoli bilan olaman desa 2,900 ming. Addilni olaman desa 2,5 million qilib beraveramiz. Ijolada o'zini. Addilniki
Adeni 2,5 million. Bonusi kreslosi. Bonusi kresloga. Kreslosi ham yaxshisi, toshkent zavod. O'zi egalari ham shunaqa olishgan ekan, qo'shib olishgan ekan, zakaz qilishni bilmaydi. Shunga oldik, qo'ydik. Kreslosini adini ishlatishsa ham bo'laveradi. Zo'r. 2900 komplektda. 2,5 million o'zi. O'zi. Stolsiz. Stolsiz. Zo'r. Keyin bu stenik boshqa ketadi. Stenikamiz bor. Razmer 2,5 metr, uzuni 2,20, zavodskiy narsa. Stenikadan bitta shunisi qoldi o'zi. Holatlarini chexskiy deydi, yaxshisidan. Buni narxini qo'lkalari hamma yo'g'i bor. Holatlari ham tiniq ekan, o'ziga yarasha. Bu narxini 950 ming qilib beramiz. 950 ming so'm turishi. Ha, turishi 2,5 metr, uzuni 2,20, joylari ham moslab 1,5 metr, 1 metr ishlatsa bo'laveradi. Zavodskiy narsa, polirovka. 2 million sotilgan stenka, joy bo'shashib beryapmiz. Shahar ishlashib beramiz. Shahar ishlashib beramiz 950 ming. Shahar ish. Buni qanaqa dastavkasi edi buni? Shahar ichi buni. Buniki ham shahar ichi. Keyin bular bor, kinishni deydi. Kinishni bo'yicha uzuni 2,20 bo'ladi, eni 80 bo'ladi. Uchun bitta olaman deysa, kelishtirib olasiz. Donasi 450 mingdan. Uchta bor, oldi aynalari bor buni. Hammasini oldi yopilgan, aynalari bor. Mana ichlar. Ichida polkalari ham bor mana. Rangi ham ikki xil bor ekanda. Xohlaganlar tanlab olishaverar ekanda. Ichlar tindiq mana. Aynani uchun men o'rnatib beramiz. 450 ming donasi. Uchovini olaman desa 400 mingdan qilib beramiz. Uchovini olaman desa bitta joyga 400 mingdan qilib berasiz. Hammasini aynagi bor. Hammasini aynagi bor. Bundan ochilib yopiladi, vagina tushadi. Yo mana. Netlarigacha pulni aynagi. Buni ayni yopiq bo'ladi. Yopiq bo'ladi. Zo'r. Keyin bu bitta pufigimiz bor, ko'rsatib bittasini sotib oldik. 200 ming qilib beramiz, bittasi qoldi. Bir dona emas, bir dona. Ha, buni sotildi. Zo'r narsa. Yumshoq narsa. Yumshoq, mazza qilishsa. Zo'r. Bularchi stullar qanaqa endi bu? Stullar bor, har xil bu stullar zavodskiy narsa. Jo'ratni ko'raylikmi? Yangi deyman. Ikkichilar Venesi deydi. U bular donasini 150 mingdan qilib beramiz. 150 ming so'm. 150 ming so'mdan. Ancha tini. Bir xil hammasi. E'tibor berib bersa, samariz olinmagan, netilmagan mana. Radmiy holatda. Kimdir buni muxlisida endi, kimga yo'q, kerak o'zan. Mana 5 ta bor. Bular 150 mingdan. Bunisi bor, bular 90 mingdan beraveramiz. 90 ming so'mdan. 90 ming so'm bular. Bular 90 mingdan qilib beraveramiz. Zo'r. Keyin bu shkafimiz bor mana. Oyoqlari temir oyoq, oynalari bor. Chira oynalar bor. O'qlar panerka, rossiyskiy shifonyerning eng kattasi. Mana. Oyog'i temir, polkalari mana. Polkalari ham serob ekan. Serob, mana. Material polirovka, rossiyskiy mebel. Buni narxini 950 ming qilib beramiz. 950 ming so'm. 950 ming. Bunisi bor. Bunisi Oshmochlar splashni Bolgariyaniki mana. Yoni ham shunaqa yaltiroq bo'ladi. Hamma yo'q yog'ochdan bo'ladi. Zo'r. Tindan narsa. Bu narxini 850 ming beramiz. Yog'ochdan bo'lgan Bolgariyaniki. Yonlariga shunga yaltiroq bo'ladi. Aybi shu sal quyoshda oqarib qo'ygan uchun. 1,5 million sotayotganmiz. Biz o'zi 1,5 million qo'yganmiz shunaqalar. Xuddi shunday tiniq o'shalar bir xilda. Bu dematchamiz bu. Kichkina. Bu spanni 2 metr oldiga ochiladi bu. Bu chiqadi bag'i. Joyimiz chatdan ko'rsatalamki, biz bunday ko'tarsana xullas. Ha, bag'i ham tushar ekan, bag'i ham tushar ekanda. Bo'ldi, tushundim. 2 metr ochiladi. Ham deva, ham spanni. Joyi yaxshi bo'lganda ko'rsatib berardik. Buni ochib ko'rsatib berardik. Bu narxini 850 ming qilib beramiz. 850 ming so'm. Zo'r narsa, mazza qilishlar. Toshkent zavodskiy narsasi. Chixollargacha radmi, hech nima. Ovozda ishlatishadi. Tayyor sandiqchasi ham bor. Narsa solib bersa bo'laveradi. Bu 2,5 millionlik. 2,5 millionlik o'sha cho'xindilardan mana. Ichlari. Keyin razmeri narx bersangiz 50 euro bular. Kattaroq. Kattaroq, ha. 240 ga bo'yi 2 metr material akril mana. Yoshlarga o'zlari borgandan keyin. Zo'r. Shu mo'y o'shaga 3 vodiylar 2,5 million dastavkamiz berib qo'yiladi. 2,5 millionga dastavka tashlab beraverasiz. Tashlab beraveramiz. Chopki. Zo'r. 2,5 million. Ko'rsatadigan narsalarimiz shumidi? Shu naryoqda bor. Naryoqda bor, ha? Yomg'ir yog'yapti, e'tibor bermaysizlar. Pana basakamiz joylari bu joyda ko'rdilar, yaxshi chiqdi. Endi bu joyda chiroyli qilib sizlarga qilib beramiz. Qo'limizdan kelgancha. Stol bor, zavodskiy, chixolgacha radnoy mana. Bolgariyaniki, tindiq sassiyasi mana. Bilmam, jo'lga qo'yilmagan nima qilib zavodskiy. Shunday holatda turibdi. O'sha holatda turibdi. Bu lakam bo'lmagan, lak bersa yana ham yaltiraydi. Chiroyli bo'lib qoladi. Chiroyli bo'lib qoladi. Keyin bu stolim bunaqa kengayadi endi. Ha, bag'iga chiqarganda. Bag'i ham ochiladi mana. Kattaylashadi, joyim bo'lsa ko'rsatadi. Aloqaga chiqsa, bu video qilib olishni. O'rtasi keyin baqa chiqadi tepaga. Ochiladi, katta kengayadi. Stullar sassiyasi bir xilda mana. Zo'r. Tindiq narsa. Cho'tka ekan lekin. 600 stul bitta stoli bor. Komplekt, hamma yo'q radno. Buni narxini 1 million 200 ming qilib beramiz. 1 million 200 ming so'mmi? E'tibor berib qo'ysa, mazza qilib ishlatishadi. Yog'ochlari ham. Bitta laklab oladi. Yangida farq qolmaydi. Yangida yo'q qoladi.
Stoli kengayadi, ortasi usul bir xilda. Stolning tepalari ham tindiq. Zavodskiy holatda. 1 million 200 ming qilib beramiz. 1 million 200 ming so'm. Bunisi? Bunisi bor 4 tali Toshkentniki. Biz hozir yangi chiqqanlardan, turistik fason deydi, o'shanaqasidan. Bundan 1 million 200 ming qilib beramiz. Bugun yomg'ir narxlab tushirib yubordik. 1 million 700 ming qo'ydik boshida. 1 million 200 ming qilib 1 million berasiz. 200 ming so'm. Aha. Stoli koloniyani yaxshisidan. Ancha-muncha sinmaydi. Sinmaydi. Qirvolar o'ldirgan, qo'lda kesmaydi. 1 million 200 ming bunga qilib beraveramiz. Bu stol stulimizni 12 tali sherigini sotib yubordik. Buni narxini 2,5 million qo'ydik. Bugun yomg'ir, joy bo'shashi stolning tepasida o'tkazib ko'rilgan. Tiniq rasmlari bor, tashlab beraveramiz. Stoli xonam bo'ladi. Buni narxini 2 million 200 ming qilib beramiz. 2 million 200 ming so'm Yangidek. Sastinasini. Buni ichida bir xilda shunaqangi stul, zo'r. stol 2 million 800 ming qo'ydik boshi 2 million 200 ming so'm yomg'irli uchun. 2 million 200 ming so'm. 2 million 200 ming. Bonuslar bo'lib ketdi bu safar. Bonus bo'lib ketdi bu safar. Zo'r, xudo xolasa. Keyin bu kamotimiz bor. 450 ming qilib beramiz. 450 ming. 450 ming so'm kamot. Endi bu yerda kresloyimiz bor. Ochaylik endi uni ham olsak bo'lmaydi. Bu bir juft kresloyimiz bor. Ko'rinadi. Zo'r. Buni narxini jupini 400 ming qilib beramiz. 200 ming so'mda. Jupini 400 ming so'mmi? Jupini 200 mingdan donasi. Shular nay joyga o'tiramiz endi. Bo'ldi. Xo'p, ko'rsataveramiz. Tumbuchkasi. Tumbuchkasi mana holatlar tiniq. Bir hamma yo'g'i tiniq. Bu laklanmagan, netilmagan. Zavodskiy holatda. Yog'lan holatda turibdi. O'shanday holat. Bular yana bessetini ochib ko'rsang, yana ham yaltirab cho't ko'p bo'ladi. Keyin matraslari ham bunaqa odorma bo'ladi. Taylarigacha ponni. Razbur bo'ladi. Zo'r. Narxini buni 2,5 million qilib beramiz. Ikkita tumbuchka emas, Ispaniyada. 2,5 million so'm. 2,5 million so'm. 2,5 million. 2,5 million qilib beramiz. Ikkita tumbuchkasi bor. Ikkita tumbuchkasi bor. Aha. Bittasini qo'yib. Zo'r. Bunisi bor. Ortoped matras, uzuni 2 metr, eniga 90 bo'ladi. Matras ikki tomonlama bo'ladi. Ag'ani ham bag'ani ishlatishaveradi bemalol. Yaxshisi hali. Pishab ketadigan kimyonaqasi tayinlisi bo'ladi. Zo'r. Keyin bag'da hozir stol shaklida nimalari ham bor xonada. Joyigacha bor. Joylari bor bularda. Oho, sondiq aka bitta u. Shayar kerak yo'q, bemalol stol shakli. Hozir ikkalasida ham shunaqa sondiq bor. Naryoqda ham bor shunaqa. Вообще zo'r. Bag'da ham bor. Keyin kromkalarni PVC kromka polni stanoy bor. Zakazga qilingan ish. Bir juft tumba, bir juft spanni. Buni narxini 2 million 400 ming qilamiz. 2 million 400 ming. 2 million 400 ming. Shu matras to'yib pishir yaxshisi hali. 2 shunaqa yashaydigan odamlar. Zo'r. Keyin naqasi ham kattaroq ekan, razmeri ham zakazga qilingan katta razmer. Yo'llari ham bir xil ketgan. Zo'r. Baquvvat o'zi ko'rinib turibdi nima narsalarga o'zi. Siz zo'r narsa. Hop, bu tarafdagicha aka. Bu rossiyskiy. Uzun 2 yon. Oyoq splashnoy rossiyskilardan bitta shunisi qoldi mana. Aha. Yog'ochlari ham qalinda. E'tibor berib, razmer zakazga qildirgan ekan 210. 210. Oyoq splashnoy oyoq. Aha. Bundan 550 ming qilib beramiz. 550 ming. Bu nechta 90 tali 90 a? 90 ga 210. Eng kattasi. Zo'r. Xo'p, bunisi stolimiz bu 250 ming qilib beramiz. Oyog'i temir oyoq, tepa tekstolit. Aha. Oshxonalarga bo'laveradi. Ishib ketmaydigan material. Ishib tekstolit. Ishmaydi. Bular ishlatilayotgandan ekanda. Shunaqa. Rossiyskisi bu. Zo'r. Rossiyskiy. Xo'p, oshxona mebellari. Oshxona mebellarimiz bor. Bular endi 240 ta bo'yi 2 metr. Aha. Material akril yaxshisidan. Bu narxini bularda 2,5 million o'shana vodiy bo'ladi dastakamiz bepul. 2,5 millionga vodiy tashlab beramiz. Bu endi yangi narsa bo'ladi. Yangi boshqa bular sotildi. Aha. Bunisi ham sotildi. Bular bor, nargisi bor. Bunisi bor. Ko'keli bilan bunisi bor. Zakazga buni ham qilib beraverasiz. Zakazga qilib beraveramiz. Narxi o'zgarmaydi. Pastda bitta bor. Boshida ko'rishgan bo'lsa, bitta sherigi bor. Shu buni o'sha 2,5 million vodiylar dastakamiz bepul. 2,5 millionga tashlab beriladi. Bu 2 metr. Materiali akril. Mo'yka o'rnataman deyishsa, o'ng taraf chap tarafga tushadi, 200 ming qo'shiladi. 200 ming so'm qo'shilib qoladi. 200 ming so'm mo'ykaga qo'shiladi. Joyini ochib beraman, bepulga o'ziga qolishadi mo'ykalarga. Ha, o'zi joyini ochib beradi. Stanoy bor, stanoy bor, bepul ochib beramiz. Zo'r. O taylari ham har xil. Taylari har xil, akril bular ham yaxshisi, akril. Shilinmaydi, yaxshi. Salafanlari ham olinmagan bunisi. Bular mana doimgidek tekstolit. Tekstolit, yopishgan tekstolit. Mana shoferligi bor, mana shu 2,5 million. Vodiylar dastakamiz bepul. Shu Andijonga kinetimiz YouTubedan yo'l kelishda stol stul bilan olish videoda ko'rishgan ekan o'sha safar qo'yganimizda. Mana shu stol stul bilan shuxini olamiz. Ertalab o'sha o'chasini olib hozirga degan ekanlar. Andijonga sotildi, xudo xolasa. Andijon yashin bilan shu cho'g'ini sotildi. Cho'g'ini sotildi. Zo'r, xudo xolasa barakasini bersin aka. Bemalol aloqaga chiqishaverib, bundan tashqari buyumlarimiz ham bor, assortiment ko'p. Aha. Hammani qilib beraveramiz buyumlar. Aloqaga chiqinglar, bugun xudo xolasa yomg'ir yog'di, yomg'ir yog'sa ham sizlar uchun video qildik.
like bosib qo'yaverasizlar, xudo xohlasa. Akalarimizga aloqa chiqilib, chiroyli narxlarda qilib berishadi, xudo xohlasa. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berishadi. Vodiy ichi tashlab beramiz degan narsalarga aytib ketishyapti. Bemalol aloqa chiqsalar ham bo'laveradi. O'zlaringizda ishlatilgan mebel bo'lsa ham olib qolishaveradi, yaxshi narxlarga barter ham qilinaveradi. Hamma yo'li bor, xudo xohlasa aloqaga chiqinglar. Oyatullo uz kanalidan oldim deyishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha